Qur'oni Karimda nechta qush zikr qilingan? 22 ta bo'ldi. Yo'q. Nechta qush? Qur'oni Karimda nechta qush zikr qilingan? Esdan chiqib qolgan. Qur'oni Karimda nechta qush zikr qilingan? Qush? Qush. Bilaman. Nechta qush? Qur'oni Karimda nechta qush zikr qilingan? Nechta qush? Ha, qush. Mana. Shundan xabarim yo'q ekan, xabarni bilaman. Birinchisini. Ikkinchisini bilmayman, nechtaligini bilmasga manaqa kechirasizlar. Qur'oni Karimda nechta qush zikr qilingan? Ikkita. Nechta? Ikkita. Qat'iymi? Qur'oni Karimda nechta qush zikr qilingan? 4 ta emasmi? Nechta? 4 ta emasmi? 4tami? Qayerdan oldingiz 4tani? Bani eshitganda bo'lgandimda. Rahmat. Charchamang. Faqat nomma-nom aytib bera olmadi, lekin sifrasini aytdi, 4taligini. Mana shu ukamiz kattalardan ko'ra ko'proq mana shu ukamiz sifrasini aytib topdi. Mana shu ukamizga sovg'amizni beramiz. Uka, homiylarimiz tomonidan sovg'amizni qabul qilasiz. Qatnashganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.